Mening ismim Abdurim G'ani, o'zim Gollandiyada yashayman. Hozir do'stim Ahmad Mo'min Tarim haqida guvohlik bermoqchi. Ahmad Mo'min Tarim 43 yosh. Tarix fanlari doktori. Şinjan Xalq Nashriyoti Tarix Madaniyat bo'limining mudiri. Kandidat oliy muharrir. Uning Uyg'ur tarixshunoslik tarixidan bayon, Yipak yo'ldagi qadimiy yurt Uchtirpan qatorliq 2 kitobi nashr qilingan. Turnik jurnallarda tarixga oid 40 necha parcha ilmiy maqolasi e'lon qilingan. Dunyo umumiy tarixi qatorliq 30 dan ortiq kitobni va ko'plagan maqolalarni Uyg'urcha tarjima qilib nashr qildirgan va e'lon qildirgan. Hollandning umumiy tarixi, Tarimning yurki o't qatorliq 100 dan ortiq kitobni tahrirlab nashrdan chiqargan. Uningdan boshqa yana Xitoy ishchi va xalqaro ko'plagan ilmiy muhokama yig'inlariga taklif bilan qatnashib maqola qo'ygan. Mushundaq munavvar bir tadqiqotchi ham muharrir 2017-yilisi jazo lageriga ilib ketilgachga hozirgacha hech qanday xabar yo'q. Do'stim Ahmad Mo'min o'z kasbida ko'zi ko'ringan doktor mutaxassis. Uning hech qanday kasbiy tarbiyalanishga ehtiyoji yo'q. Yana kelib Xitoy davlatining hech qanday qonunga xiloflik qilmagan. Shunga Xitoy hukumatining do'stim Ahmadjon Mo'minni qo'yitishni talab qilish bilan birga xalqaro kechirim tashkiloti va kishilik huquq tashkilotlarining Ahmadjon Mo'minga ega chiqishni umid qilaman.